Bir kuni Payg'ambar alayhisolatu vassalom och qoldilar. Bu ko'p bo'lardi. Rasululloh Oysha onamiz aytadilar, 1 oy o'tardi, 2 oy o'tardi, Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, 3 oy o'tardi, tutun chiqmasdi, ovqat yo'q. Mana shularni yaxshi eshitishimiz kerak-da biz, shunda ne'matlarning qadriga yetamiz. Rasululloh qorinlariga achishib ketardi, ovqat yo'q. Tasavvur qilinglar, sarvar olam, Allohning habibi Jibril alayhisalom tushib turgan zot, ovqat yo'q. Ko'chaga chiqdilar, chidamadilar. O'zlarini chalg'itish uchun ko'chada yuruvdilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni ko'rib qoldilar. "Ey Abu Bakr, nima qilib yuribsiz?" dedilar. "Ya Rasululloh, sizni chiqargan narsa meni ham chiqardi" dedilar. U kishini ham qorinlari ochidi. Yo'q, ovqat yo'q. Hazrati Umarni ko'rishdi. "Nima qilib yuribsiz? Sizlarni chiqargan narsa meni ham chiqardi. Ovqat yo'q." Aylanib ko'rishib bir uyga, sahobiyning uylariga kirishdi. O'zlari suvga ketgan ekanlar, ayollari kutib oldi. Rasululloh yer yuzida eng baxtli oila edi. Rasululloh mehmonga kirdilar. "Nimang bor?" dedilar. "Xurmo bor ekan, pishgan, g'o'r aralash. Biz uni yemaymiz uni." Lekin Rasululloh bismillah deb terib pishganini yedilar, qo'llari bilan olib. Yonlaridagilar ham yeyishdi. Shunda erlari kelib qoldi, sahobiy. Kelib qolib aytdilarki, "Ya Rasululloh, qadamingizga marhabo, qadamingizga hasanot. Bitta qo'zichoqlari bor ekan. Qoziqda bir yarim tama arpa non bor ekan. Qotgan. Siz bilan biz umuman yemaymiz." Arpa non, elanmagan arpa non olib yozdilar. "Shu qo'zini so'yaman" dedilar. "Yo'q, bolalaringga kerak" dedilar. "Yo'q, men eng yer yuzida mendan baxtli yo'q, Rasululloh meni mehmonim" dedilar. Shu qo'yni so'ydilar, kichkina qo'zichoq. So'ygandan keyin sho'rva qilishdi. Oddiy sho'rva, shunday qaynatildi xolos. Sho'rva pishdi. Haligi nonni ustiga olib go'shtni Payg'ambar alayhisolatu vassalom, Rasululloh bolalarni yaxshi ko'rardilar. Bolalarni yaxshi ko'rish sunnat. Bolasini yaxshi ko'rmagan odam Rasulullohdan uzoq bo'ladi. "Man la yarham la yurham." Kim bolasiga rahim qilmasa, unga Alloh rahim qilmaydi deganlar. Hali sho'rvani ichishdan oldin nonni ustiga kichkina go'shtni qo'ydilar-da. "Mana shuni Fotimaga olib borib beringlar, qizimga 1 haftadan burun och" dedilar. Payg'ambar qizlariga. Keyin sho'rvani haligi qotgan non bilan yeb bo'lgandan keyin shu oyatni o'qidilar. Mana hozir o'qidim. "Summa latus'alunna yawma izin anin na'im." Summa latus'alunna, qiyomat kunida albatta ne'matlardan so'ralasizlar. Bu shu ichgan sho'rvamizga javob beramiz dedilar. Qotgan non, ozgina go'sht, shu sho'rva, boshqa hech narsa yo'q. Javob berasizlar, bunga hisobi bor deb qo'ydilar sahobalarga. Men hozir bir iftordan kelyapman. Subhanallohi. Bir badavlat odamnikida ekan. Dasturxonning o'zida bir 20 xil taom bor endi. Voy bu, mashalloh. Yana bir 15 xilimi keldi keyin. Shunaqa ko'p. Shu yerda menga shu yodimga keldi shu hadis hozir. Subhanalloh. Haligi bir parcha non bilan go'shtga javob berasizlar dedilar sahobalarga. Biz javob bermaymizmi? Biz ham javob beramiz. Shu yeganimizga javob beramiz. Halol bo'lsa pokiza, lekin buni javobi nima bo'ladi? Shuni kuchini nimaga sarfladingiz hozir? Mana Qur'onga keldik. Alhamdulillah, Alloh mana shu kuchini shu Qur'onga sarflashimizni muyassar qilsin. Shu bilan javobdan o'tib qolsak ajab emas. Ammo shuni yeb turib, hozir ko'chaga chiqib g'iybat qilib, yo birovga ozor berib, yo behuda gaplarni gapirganlar, haloliga hisob bor. Eshitib olinglar buni. Mana shuni o'ylab kelinglar ertagacha. Haloliga hisob bor. Nimaga yeding? Qancha yeding? Buni kuchini nimaga sarflading degan savol albatta bo'ladi. Bo'lmaydi degan odam musulmon emas bu odam. Albatta bo'ladi. Summa la tus'alunna deyapti Alloh taolo. Albatta so'ralasizlar. Haromiga azob bor albatta. Harom yesa azob bor albatta, tavba qilmasa.